Qadrli do'stlar, ayni paytda biz Samarqand shahar ko'chalarida tun yarmida tasvirga olish ishlarini amalga oshirmoqdamiz. Bu yerda yo'l harakati xavfsizligi xizmatining ekspluatatsiya montaj bo'limi xodimlari tomonidan yo'l yotish chiziqlarini chizish ishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu chiziqlarning avvalgilardan farqi shundaki, o'zidan tungi vaqtda, ya'ni qorong'ulikda, yog'ingarchilik vaqtida nur taratish xususiyatiga ega bo'lgan fosforli bo'yoqlardan, zamonaviy bo'yoqlardan foydalanilmoqda. Bu albatta harakat xavfsizligini ta'minlash, haydovchilar va piyodalar uchun qulay harakat muhitini shakllantirishga xizmat qiladi. Jarayonlarni birgalikda kuzatamiz.